Ushbu tasvirlarda bundan 17 yil avval Pekin Olimpiadasida ishtirok etgan vatandoshimiz Yekaterina Xilkoning shohsupadagi joy uchun kurashgan damlari aks etgan. Bugun dasturimiz davomida aynan trampolin bo'yicha terma jamoamiz haqida so'z yuritamiz. Avval esa Milliy olimpiya qo'mitasi yangiliklari bilan tanishib olamiz. Tailandning Pattaya shahrida baydarka va kanoeda eshkak eshish bo'yicha 18 va 23 yoshli sportchilar o'rtasida Osiyo chempionati o'tkazildi. Unda muvaffaqiyatli ishtirok etgan O'zbekiston terma jamoasi 17 ta oltin, 11 ta kumush va 6 ta bronza jami 34 ta medal bilan har ikki yo'nalishda umumjamoa hisobida birinchi o'rinni egalladi. Avstriyaning Innsbruck shahrida taekvondo WT bo'yicha Austrian Open xalqaro turniri tashkil etildi. Mazkur musobaqada qatnashgan O'zbekiston terma jamoasi 5 ta oltin, 4 ta kumush va 4 ta bronza jami 13 ta medal jamg'ardi. Ushbu natija bilan Pavel Xan boshchiligidagi sportchilarimiz umumjamoa hisobida birinchi bo'lishdi. Indoneziyaning Bali shahrida qilichbozlik bo'yicha Osiyo chempionati o'tkazilmoqda. Ayollar o'rtasida sabliya dasturida kechgan bellashuvlarda hamyurtimiz Fernanda Herrera bronza medali sohibasiga aylandi. Sportchimiz final yo'llanmasi uchun kechgan murosasiz bahsda Parij 2024 yozgi Olimpiya o'yinlari sovrindori yaponiyalik Misaki Emuraga 13-15 hisobda imkoniyatni boy berdi. Qayd etish joiz, qozog'istonlik Aygerim Saribay bilan kechgan chorak final bellashuvlarida 8-14 hisobini qayd etayotgan paytda Herrera ajoyib comeback amalga oshirib, yakunda 15-14 hisobida g'alabani ilib ketdi. Toshkent stol tennisi bo'yicha yana bir xalqaro turnirga mezbonlik qiladi. 26-iyun 2-iyul kunlari Humo Arenada U15 va U19 yoshli sportchilar o'rtasidagi Osiyo chempionati tashkil etiladi. Ushbu turnirda Xitoy, Yaponiya, Koreya Respublikasi, Hindiston, Eron, Qozog'iston kabi 22 davlatdan 400 nafardan ortiq yosh stol tennisi ustalari bahs olib borishadi. Hozirda sportchilarimiz bo'lajak bahslarga qizg'in hozirlik ko'rishmoqda. Toshkent shahrida tug'ilib voyaga yetgan Yekaterina Xilko faoliyati davomida 5 ta olimpiadada ishtirok etgan. 2000-yilda u Sidneydagi Olimpiya o'yinlarida qatnashib 4-o'rinni egallagan bo'lsa, 2004-yilda Afinada tashkil qilingan musobaqalarda yana o'z imkoniyatlarini sinab ko'radi. 2006-yilda esa Osiyo o'yinlarida bronza medaliga sazovor bo'lgan Xilko o'zining navbatdagi 2008-yildagi Pekin Olimpiadasida muvaffaqiyatli ishtirok etadi. Ushbu tasvirlar o'sha yirik bellashuvlar doirasida bronza medalini qo'lga kiritgan vaqtda muhrlangan. Xilko Olimpiada sovrindori, o'shanda u Olimpiada medalini qo'lga kiritgan tarixdagi ilk o'zbekistonlik ayol sportchiga aylangandi. Keyin esa 2009-yilda Yekaterina jahon chempionatida bronza medali sohibasi, 2010-yilda esa Osiyo o'yinlarining sovrindori bo'lgan edi. Yekaterina Xilko 2012-yil Londonda, 2016-yilda Rio de Janeyroda yurtimiz sha'nini munosib himoya qilib, katta tajribaga ega mamlakatimiz sporti tarixida o'z nomini muhrlagan sportchi sanaladi. Uning xalqaro sport arenasidagi katta tajribasi va mahorati hozirda yosh istiqbolli atletlarga ibratdir. Yekaterina Viktorovna ayni damda O'zbekiston gimnastika federatsiyasida murabbiy sifatida faoliyat olib bormoqda. У меня 2 спортсмена, 2 мальчика. Мальчишки очень талантливые, работоспособные. Hozirda erkaklar terma jamoasi yetakchi vakillari bilan ishlab kelyapman. Ular iste'dodli va mahoratli sportchilar bo'lib, hozirgi kunda xalqaro sport arenasida yuqori natijalarga ega chiqib kelishmoqda. Albatta, ularning o'ziga yarasha fe'l-atvori ham bor. Mehnat qilishni yaxshi ko'rishsa-da, ayrim hollarda erinchoqliklari ham bor. Bu faqat mashg'ulotlar davomida albatta. Biz tez til topishib ketdik. Tanqid qilsam, to'g'ri qabul qilishadi. Qo'ygan maqsad va vazifalarimni imkon darajasida bajarishadi. Yangi olimpiya mavsumida qoidalarga o'zgartirishlar kiritilgani tabiiy albatta. Bajariladigan elementlarning qiyinchiligiga katta ahamiyat qaratilgan. Ushbu mavsum sportchilarimiz uchun muvaffaqiyatli boshlandi. Ular nufuzli xalqaro turnirlar doirasida munosib ishtirok etishdi. Misol uchun Xilkoning shogirdlaridan bo'lgan Mirshohid Hasanboyev Jahon Kubogi bahslarida shohsupadan o'rin egallashga muvaffaq bo'ldi. Bu yilgi mavsum Bakuda bo'lib o'tgan Jahon Kubogida
Birinchi musobaqamiz bo'ldi. Biz Bakuda bo'lib o'tgan Jahon Kubogida omadli boshladik. Farangiz Ro'ziyeva bilan sinxron mix dasturida faxrli ikkinchi o'rinni oldik. Keyingi musobaqamiz Italiya davlatida Riccione shahrida bo'lib o'tdi. Biz Bakuda bo'lib o'tgan Jahon Kubogida, ya'ni sinxron mix dasturi Jahon Kuboglarida oldin bo'lmagan, birinchi marta shu yildan dasturga qo'shildi. Biz Jahon Kubogiga o'zimizda sinxron bo'yicha yaxshi tayyorlanib bordik. Farangiz bilan finalga 6-o'rinda tushib, finalda esa 2-o'ringa munosib topildik. Biz juda ham xursand bo'ldik. Bundan keyin ham Jahon Kuboklarida, Jahon chempionatida o'zimizni ko'rsatib, yaxshi medallarni olib, o'z vatanimizga qaytish niyatidamiz. Bizning raqiblarimiz bu Xitoy, Yaponiya, Amerika, Qozog'iston hisoblanadi. Kvalifikatsiyada Yaponiya o'zini yaxshi ko'rsatib, 1-o'rinda finalga tushdi. 2-o'rinda Qozog'iston terma jamoasi tushdi. Biz O'zbekiston terma jamoasi 6-o'rinda final bosqichiga o'tdik. Final bosqichida o'zimizni yaxshi ko'rsatib, faxrli 2-o'rinni oldik. Yaponiya davlatlari ortda qolib 5-o'rin sohib bo'lishdi. Bizga bu trener bilan trenировка qilish juda ham katta motivatsiya. Trenirovkalar juda ham yaxshi, sovuqqonlik bilan olib boradilar. Bizga juda ham yoqadi. O'zlarini tajribalari bilan bo'lishadilar. Har trenirovkada ishonchlarini oqlab, vatanimiz bayrog'ini yuksaklarga ko'tarish niyatidamiz. Ekaterina Hilko juda ham zo'r trener, xarakterli, zo'r tushuntirishadi, pozitiv, qayerdadir qattiqqo'l. Menga yoqadigan taraflari qattiqqo'llik. Yaxshi tushuntirishadi, yaxshi trenirovka o'tishadi. Ekaterina Viktorovna mashg'ulotlar davomida o'z tajribalari bilan bo'lishib boradilar biz bilan. Ayniqsa trenirovkada odam o'zini qandoq tutishi, musobaqalarda qanday tutishi, musobaqa chiqishdan oldingi nastroylar, shu tomonlari zo'r yoqadi. Ushbu mavsum fevral va mart oylarida o'quv yig'in mashg'ulotlari o'tkazildi. Aprel oyida o'zimizda respublika chempionati bo'ldi. Respublika chempionatida sharafli 3-o'rinni oldim. Yaxshiroq sakrasam bo'lardi, yaxshiroq harakat qilish kerak. Keyin Ozarbayjonda musobaqamiz bor. Bu yilgi jahon chempionatlar bor, Xudo xohlasa. Yana oldimizda o'quv yig'in mashg'ulotlarimiz bor. Xudo xohlasa shularda yaxshi qatnashib, Ozarbayjonda bo'ladigan MDH o'yinlariga Xudo xohlasa borib, yaxshi natijalar ko'rsatib kelishga harakat qilamiz. Yurtimiz bayrog'ini yuqorilarga ko'tarishga. 5 Olimpiada doirasida imkoniyatlarini sinovdan o'tkazgan Yekaterina Hilko so'nggi nufuzli bellashuvlar doirasidagi o'zgarishlar, boshlangan mavsumdagi yangiliklar haqida ham fikrlari bilan bo'lishdi. Более правильное судейство, потому что когда я прыгала, Zamon talablaridan kelib chiqib kiritilgan yangi qoidalar ahamiyatli albatta. Hakamlik adolatli va obyektiv baholanadi. So'nggi yillarda balandlikni sakrayotgan sportchining siljishlarini maxsus texnik moslamalar hisoblab ko'rsatib beradi. Men ishtirok etgan vaqtimda bunday qulayliklar yo'q edi. Natijalar faqat 5 ta hakam kuzatuvlaridan kelib chiqib qo'yilar edi. Ya'ni inson omili ham katta ahamiyatga ega edi. Biz shogirdlarimizning dasturlarida ham murakkablik koeffitsiyentini ko'tarishga harakat qildik va yaxshi natijalarga erishib kelyapmiz. Hozirda o'zimizni sakrashimizda qoidalar ham o'zgargan va shu qoidalar bo'yicha biz ham ishlab o'zimizni sakrashimizni o'zgartirdik. Moslashish sal qiyinroq desa ham bo'ladi. Chunki hamma sportni va elementlarning o'ziga yarasha qiyinchiligi bor o'rganishga. Endi Xudo xolasa shular ustida ishlayapmiz, oson bo'lish uchun.
O'ylaymanki, inshaalloh 2028-yil yozgi olimpiadaga biz ham 32 ta sportchilar ichida eng kuchlilar bo'lishga harakat qilamiz. Orada 3-4 oy vaqtimiz bo'ladi. Biz yanada elementlarimiz batto sakrash, yangi rejalar ustida ishlab, MDH o'yinlarigacha yanada kuchliroq bo'lib chiqishga harakat qilamiz. Yangi sikl boshlangandan so'ng yangi qoidalar tuzib chiqildi hakamlar tarafidan. Har xil elementlarga yanada bonus sifatida ballar qo'shib beriladi. O'tgan mavsumga qaraganda bu mavsumda sezilarli darajada balandroq sakrash boshladim. Bu juda ham yaxshi. O'zimni yengil his qilib, trenovka jarayonlarida moslashishim oson bo'lmoqda. Прошел первый Кубок мира в Баку. Приняли участие ребята, девочки и мальчики. Shogirdlarimiz yangi qoida va talablarga, yangi dasturlarga moslashib xalqaro sport arenasida munosib ishtirok etishyapti. Jahon Kubogi bosqichida Farangis Ro'ziyeva va Mirshohid Hasanboyev aralash sinxron dasturida 2-o'rinni egallashga muvaffaq bo'lishdi. Bu albatta boshlanishi va yaqin kelajakda ulardan yuqori natijalarni kutib qolamiz. Ushbu mashq xalqaro musobaqalar dasturiga endi qo'shildi. Ko'plab davlatlar sportchilari yaxshi natijalarni qayd etishyapti. Shu qatorda shogirdlarimiz ham. Qizlarda mix dasturida sakrash osonroq, erkak sportchilarimiz esa odatda balandroq sakraganlari bois bir-birlariga moslashishlariga to'g'ri kelyapti. Hozirda 3 nafar ayol va 3 nafar erkak sportchilarimiz ushbu dasturda o'zlarini sinab ko'rishmoqda. Shu o'rinda mamlakatimizda yaratilayotgan sharoitlar va yoshlar uchun tashkil qilinayotgan imkoniyatlar haqida ham aytib o'tish joiz. Davlatimiz rahbarining gimnastika sport turlarini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori sportchilar uchun katta imkoniyatlar yaratib, oliy maqsadlar sari harakatlanishiga asos bo'ldi. Федерация старается создать максимум комфортные условия. Это и оборудование, это и сборы. Federatsiya rahbariyati bizga maksimal ravishda sharoit yaratishga harakat qilib, o'quv mashg'ulot yig'inlari bo'ladimi, sport taqvimidan o'rin olgan bellashuvlar bo'ladimi, barchasida muvaffaqiyatli ishtirok etishimiz uchun harakat qilib kelishmoqda. Federatsiya sport bazasida ham uzluksiz o'quv mashg'ulot yig'inlarini o'tkazyapmiz. Bu yerdagi sharoitlar xalqaro standartlarga to'liq javob berib, eng zamonaviy batutlar, vitaminizatsiya, sportchilarning taomnomalari, basseyn va turli xil zarur muolajalarni tashkil qilib berishyapti. Bundan tashqari har yili sohamizning yetakchi mutaxassislari kelib, biz uchun master-klasslar olib bormoqda. Bizga nima kerak bo'lsa, hammasi tashkillashtirilmoqda. Bunga javoban biz ham bildirilgan ishonchni oqlashimiz shart. Bizga yaratib berilayotgan sharoitlardan biz mamnunmiz. Xalqaro standartlarga mos ravishda qurilgan zallarda trenovka qilamiz. Yaxshi batut, matlar, bizga shuni o'zi kifoya. Gimnastika sport turlarini rivojlantirishga qaratilgan davlat hujjatlari xalqaro musobaqalarda munosib natijalarga erishadigan sportchilar safining kengayishiga xizmat qilib kelyapti albatta. Ularda aks etgan ustuvor masalalar qatorida respublikamizning barcha hududlarida istiqomat qilayotgan yosh, iste'dodli, intiluvchan atletlarimizga ushbu sport turlari bilan shug'ullanish uchun keng sharoitlar yaratish, istiqbolli sportchilarni kichik yoshda aniqlash va maxsus sport ta'limi muassasalarida tayyorlash belgilangan. Проводится, конечно, мы проводим соревнования и местные, все. У нас очень хорошее подрастающее поколение юношей. Ishlari muntazam olib boriladi. Ayniqsa ichki musobaqalarimiz doirasida respublikamizning turli hududlaridan tashrif buyurgan iqtidorli yoshlarni kuzatib boramiz. Namangan, Farg'ona va respublikamizning boshqa hududlarida ham bizning sport turimiz ancha rivojlanib boryapti. Aytib o'tish joiz, terma jamoa uchun xalqaro musobaqalar barobarida xorijda tashkil qilinadigan o'quv mashg'ulot yig'inlari doirasida ishtirok etish juda ham muhim.
Конечно, мы не только выезжаем на международные соревнования, но мы выезжаем и на международные сборы. Ha, biz sport taqvimidan o'rin olgan bellashuvlarda ishtirok etib kelyapmiz. Undan tashqari xalqaro tayyorgarlikda ham qatnashib, mahoratimizni oshirib boramiz. Albatta, shogirdlarimiz uchun bunday tajriba juda zarur. Kuchli raqobatni ular doimo his qilib turishsagina natijalar biz kutgandek bo'ladi. Osiyo qit'asida raqobat juda kuchli, ayniqsa Xitoy termasi jahonda yetakchilardan hisoblanadi. Shuningdek, Yaponiya, Qozog'iston davlatlari vakillari bilan musobaqalashadigan sportchilarimiz yaxshi natijalarni qayd etishyapti. Сейчас мы готовимся к играм стран СНГ, которые будут проходить в Азербайджане. Hozirda biz sentyabr oyida Ozarbayjonda bo'lib o'tadigan Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi o'yinlariga tayyorgarlik olib boryapmiz va albatta bu yilgi asosiy startlarimiz noyabr oyida Ispaniyada kattalar va o'smirlar o'rtasida o'tkaziladigan jahon chempionati bo'ladi. Biz albatta bu olimpiya siklida imkonimiz boricha litsenziya uchun harakat qilamiz. Sportchilarimizning salohiyati, sharoitlari bor. Demak, imkoniyatlari ham mavjud. MDH davlatlar o'rtasida bo'lib o'tadigan musobaqada bizni raqiblarimiz Belorussiya, Rossiya, Qozog'iston, Ozarbayjon raqiblari kuchli. Biz buni yaxshi bilamiz. Biz ham borib ularga raqobat qilishga harakat qilamiz. Hozirgi maqsadim MDH davlatlar o'rtasida bo'lib o'tadigan musobaqada o'zimni yaxshi ko'rsatib, vatanimizga medal bilan qaytish va eng asosiysi 2028-yil bo'lib o'tadigan Los Angeles Olimpiadaga litsenziya olish. Munosib ishtirok etib, vatanimizga medal bilan qaytish niyatidaman. Hozirda oldimizga qo'ygan maqsadimiz 2028-yil Los Angelesda bo'lib o'tgan yozgi Olimpiadaga borish va yurtimiz bayrog'ini yuqorilarga ko'tarish. Shunga yaxshi harakat qilamiz. Federatsiyamiz, davlatimiz shunga yarasha sharoitlar qilib berishyapti bizga. Buni barchasi o'zimizning qo'limizda. Qo'limizdan kelgancha harakat qilamiz. Imkoniyatlar bor. Borishga va yurtimiz bayrog'ini yuqorilarga ko'tarishga bizning qo'limizdan keladi va biz bunga ishonamiz. Индивидуальный, синхронный, смешанный синхрон. И там будут еще командные соревнования. Nufuzli xalqaro musobaqalarimiz ko'p. Ularda shogirdlarimiz yakkalik, sinxron, aralash sinxron va jamoaviy bellashuvlarda ishtirok etish niyatidalar. Olimp sari yo'l oson bo'lmaydi. Biz imkon qadar harakat qilamiz. O'ylaymanki, xalqaro o'quv mashg'ulot yig'inlarida ishtirok etib, tajribaga ega chiqsak, albatta ko'zlagan maqsadimizga yetishamiz. Ayollar terma jamoasi a'zolari har bir element ustida mukammal ravishda ishlashga harakat qilishyapti. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi o'yinlari hamda jahon chempionati doirasida imkon qadar medallar uchun kurash olib borishga harakat qilamiz. Oliy maqsadimiz esa Olimpiada litsenziyasi. Shunga tayyorgarlikni hozirdan boshlaganmiz. Albatta, sportchilarimizning o'z oldilariga qo'ygan maqsadlari ulkan. Olimp sari yo'l esa oddiy emas. Biz ularga tinimsiz mehnat qilishlarini, bu borada muvaffaqiyatlar doimiy hamroh bo'lishini tilaymiz.